Assalomu alaykum hurmatli kuzatuvchilar. Bugun 2025-yil 12-avgust. Sonamizga Syngenta kompaniyasining Veron pomidor duragaylari ekilgan. Shu pomidor duragayini yetishtirgan dehqon akamiz bilan ikki og'iz gaplashamiz. Assalomu alaykum akam aka. Assalomu alaykum. Yaxshimisizlar? Charchamayapsizlarmi? Rahmat. Hormayapsiz. Sizmisiz? Rahmat. Bir icebergda ko'ramiz, bir pomidorda umringiz uzoq bo'lsin. Rahmat. Shu kasbimiz shu dehqonchilik. Sizmisiz? Rahmat. Akmal aka, mana shu ko'pchilik qiziq bo'lyapti. Qaysi oyda ekilgan, keyin qanaqa agrotexnikalar bo'lgan, yutuq kamchiligi haqida ikki og'iz o'zingiz tushuntirsangiz. Ikkinchi yil ekyapsiz, bilamiz. Siz obunachilaringizga. O'tgan yili net house stulda ekdingiz, setka. Endi bu yil mana bunaqa klonka qilib ekibsiz. Ikki og'iz endi fikringizni aytsangiz. Nima ma'lumot bera olasiz? Yozni birinchi oyida ekkanmiz, birinchi chislosida. Iyunda? Iyunda ekkansizlar. Iyunda ekdik. 2 marta, bir marta pashta terdik desak ham bo'ladi. Hozir. Bugun kungacha. Hatta mana ikkinchi, uchinchi yaruslar уже pishib kelyapti. Tayyor. Agrotexnikasiga keladigan bo'lsak, 70 ga ekdik. Orasini bir qatorli qilib. Sal zich ekibmiz tag'an yana. Lekin oralari sal 25-4 metrga, 1 metrga 4 tadan ekdik-ku. Sal zich bo'lib shunda ham. 120 yaxshiroq ekan. Tushundim. Kengroq ba'zi. Kengroq ekan, yaxshiroq. Ham yirikroq olasiz. Endi standart bozor shuni talab qilyapti. Yirik pomidor olib borsangiz xohlamayapti. Sredniroq bo'lishi kerak. Makro hammasi standart 200 gram, 180 gram pomidor xohlayapti. Hozir ham mana shu pomidordan bu yerda ikki xil nav bor. Boshqa nav ham bor, nomini aytmayman. Buni Veronni bilasiz. Veronni shundan terib keling deyapti. Nariga yirik, haqiqatan ham yirik nav bo'lib ketgan. Uni xohlamayapti. Chunki u yerda hozir 3-kistdan oshiq pishib turgan. Iloji yo'q, sotishimiz kerak. Iltimos qilib, uni ham oling, buni ham oling deb, buni olsang, uni terib beraman deb, mana shunaqa qilyapmiz. Botirdik buni. Botirdik oxiriga changlatishga. Havolarimiz juda baland keldi bu yil. Bu yil o'tgan yilgi bilan bu yilgi temperatura juda farq qildi. Lekin pashta 100% ushlagan ko'rinib turibdi. Yaxshi ushlabdi lekin. Shunchalik issiq bo'lsa ham zo'r ushlabdi aka. Kamchiliklarimiz menimcha shu har doimgidek ish qilyapmiz. Dori darmon, qurti, boshqasi hammasini ishlab kelyapmiz. Mushkamiz yo'q, voropetnistimiz yo'q. Shu bitta oq qanotimiz bor, ishlayapmiz. Endi bu hamma joyda bor, muammo hamma joyda. Oq qanotdan hech qutula olmadik. Hozir xudo xolasa bundan keyin yana ekkan joylaringiz bor ekan, ko'rdik. Veron sortlarim bor. Xudo xolasa uni 1,5 oyda deb oktyabr oylarida yana ko'rishib qolamiz. Xudo xolasa, xudo xolasa. Uni shu o'zim aytgandek 120 ga boshqa sitda ekdingiz uni o'zi. Qani ko'ramiz uni ham. Nasib qilsa uni ham ko'ramiz xudo xolasa. Nasib qilsa ko'rishamiz. Bo'ldi. Rahmat ma'lumotlaringiz uchun. Rahmat kattagon. Rahmatligi. Bermaganman. Rahmatligi. Bunu sen ettiğin olsa 1,5 metre. Bir kafa 200 kulak